Hammaga salom, sizlar bilan yana O'zbek YouTube'dagi eng kelishgan bloger Bahromiddin Botirov. Bugun men Topilachi qaytdimi? Samarqanddaman. Registon majmuasi. Kursdoshlar bilan nihoyat yig'ildik va shu yerga yetib keldik. Yetib kelishimiz ham oson bo'lmadi. Ertalabdan sahar turib, tayyorlanib degandek. Keyin ancha yo'l bosib keldik. Hozir kursdoshlarimizni kutib turibmiz. Shohjahon ham siqilib ketdi. Hi everybody. What's up guys? We are in Registon. Shu bola bilan kelish niyatim bor edi anchadan beri. Mana nihoyat kursdoshlarga keldim. shu bahonada kelib oldim. Kursdoshlar lekin asab buzyapti-da. Tez-tez. Ularda aylanadigan joyimiz ko'p, bitta urishda aylanamiz. Bularda birlik yo'q. Takka bo'lish kerak. Biri tez yuradi, biri sekin yuradi. Mana ular. Ahmad Shahmadov. Salom. Kursdoshlarimiz haqida bir og'iz aytsangiz. Nimaga ular unaqa? Bahor menga. Bahor? Ha, Bahor nima degani? bahor o'shanda degani. Kursdoshlarimiz haqida bir ikki og'iz aytsangiz. Sevinchga ham bahor. Bahormi? Mushtariy, nega kayfiyatingiz yo'q? Nimani bilasiz? Ko'rganmi deymanmi? Siz nima deysiz? Bahor nimani tushunadimi deymanmi? Rosa. Nima qilyapsiz? Ha, bahor tushunar ekan. Shulargami deyapman. Yomon gap emas-ku, lekin bundoq qarasangiz uni mag'zini chaqish kerak-da. Короче, farqi yo'q degani. Bugungi aylanishimizga 10 dan necha qo'yasizlar? 7. 8. Men 10 qo'yaman. Mayli, asabbuzarlik bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham baribir 10 qo'yaman. Hissiyotlar maksimal darajada. Kursdan ishtonni qatdan topdim. Konstanish ishtoni? Samarqand. Javoraga, yashil kuychi sizlar. Do'stiymi? Javohir akam charchab ketdilar, chanqab ketdilar. Kursdoshlarimiz nimaga unaqa? Shu savolga javob bersangiz. Я не знаю. Javoraga. O'zimga ham hozir. Yo'q, ichib ko'rgan? Rostmi? Shuning bilan Samarqandga bo'lgan sayohat videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Boshqa nima deyishni bilmayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.